Koridorimizni burishlarga baho berasizlar. Kesilganiga, stachkalari, trubalari burilishiga mana shunaqa orasini kattaroq joylar qoldirganmiz. Shu joyda foydali maslahat. Buni sababi rastvorimiz, stachkamiz polusuxoy. Mana shu yaxshilab ushlash uchun orasini kattaroq qoldirganmiz. Rastvor quyilganda sложный rastvor qilib, birga bir rastvor qilib quyiladi. Shunda cho'tki bo'ladi hammasi. Trubalarimiz ham cho'tki ushlab turadi. Ham orasini yaqin qilib qotirib chiqqanmiz. Chexollarimizni обязательно kiyg'izamiz. Bu bizda nima beradi? Bu bizga batareyani oldini oladi. Kelayotgan issiqlik batareyaga, radiatorga o'sha qaysi temperaturada chiqsa, shu temperaturada radiatorlarimizga yetkazib beradi. Shu uchun shunaqa chexolni kiyg'izamiz. Koridordan o'tayotgan trubalarimiz shunaqa chiroyli Ispaniyadan chiqib radiatorlarimiz o'rnatilib, shundoq kollektorimizga kelgan. Kollektorimiz bir xil tekislanib, rostlanib turibdi trubalarimiz. Cho'tki bo'lib, belbog'chalarni taqib. Sariq belbog' sohiblari. Butun umr yashab, butun umr o'rganamiz. Bir kichkina, bir kattani gapiga quloq solamiz. Joninglar sog' bo'lsin.